Assalomu alaykum. Kanalımıza abone olsalar, qadrli yurtdoshlar, sog'ommisizlar. Ko'pchilik aka-ukalarimiz so'raganda monolit ishini chiqaring deb. Mana do'stlar, monolit ishini chiqaryapmiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Birdan like bosib, kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Xullas, Moskvaning o'zida monolit ishi bor. Ruskiy firmada yotoq tekin, yeb ichish tekin. Kuningizga 4500 rubldan pul yoziladi. Qaytarib aytaman, yotoq tekin, yeb ichish tekin, kuningizga 4500 rubldan pul yoziladi. Monolit ishi do'stlar. Endi nimaga bu monolit ishi 4500 rubldan deyishingiz mumkin. Balkim yotog'i besplatni, yeb ichish besplatni bo'lgandan keyin shunday qilib qo'ygandirlar. Xullas, kimga ma'qul bo'lsa, qiziq bo'lsa, ekranda telefon raqami yozib qoldiramiz. Murojaat qilasizlar. Shu yerda bitta akamiz ishlaydi. Shu akamizga aytganlar, shu o'rislarda, masalan, odam top, ishchi kerak deb. Xullas, shu gaplashib nima qildik? Mana kimga qiziq bo'lsa, Moskvaning o'zida monolit ishi bor. Monolit ishi kuningizga 4500 rubldan pul yoziladi. Har oyning 5-ida, har oyning keyin 20-sida, 5-ida pul bo'ladi-da u yerda. Ofitsial ishga oladi, faqat dokument bilan. Do'stlar, dokument bo'lishi shart, moskovskiy dokument. Mana kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegram nomerlari bor, ishlab turibdi. E'tiborlar uchun katta rahmat. Xayr, sog' omon bo'ling. Bizdan uzoqlashmang. Foydali videolar bizlarning kanalda do'stlar. Xayr, sog' bo'ling.